Amerikaga o'qishga kirish hech qachon orzuyim bo'lmagan. Avval ham aytganman bu narsani. Kichkinaligimdan xohlamaganman. Amerikaga ham, Koreyaga ham xohlamaganman. Nimaga universitet sizni tanlash kerak? Bizdan tashqari millionlab talabalar topshiryapti u grantga ayniqsa. Nimaga siz? Ha, o'qituvchilar menga yaxshi muomala qilardi bu yerda. Lekin boshqalarga yomon muomala qilish menga yoqmasdi-da. Eng hayotimdagi katta depressiyam shu bo'lgan, chunki ishonganman, men bilaman yutishimni, oxirida yiqilganimda ko'p siqilganman. Erkalatib yurib, keyin birdaniga quchoqlab sen katta qiz bo'lib qoldingmi deganlarda, ya'ni bu yaxshi ma'noda. Oxiriga ketish qiyin bo'lgan. Universitet beradigan stipendiya yetadimi yashash uchun Vengriyada deb bilasan? Hammaga assalomu alaykum. Talabachilik podkast yangi soni shanba 18:00 va biz siz bilan yana ko'rishib turibmiz. Bugungi mehmonimiz esa Vengriyaning Debrecen universitetida o'qiyotgan talabamiz Husnida Hamid bo'ladilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz Husnida. Assalomu alaykum. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ta'tilda kelib, bo'sh vaqtingizni bizga ajratganingiz uchun rahmat kattakon. Bugungi suhbatimiz bizdan ko'rib turgan talabalarga, abituriyentlarga juda ham foydali bo'ladi degan umidamiz. Sababi bugun biz yana bir ochilmagan davlat, Vengriya davlati va Vengriya davlatining ta'lim sifati haqida va bir universitet haqida gaplashamiz. Bu men uchun juda ham qiziq va bizdan ko'rib turgan talabalar uchun ham qiziq bo'ladi degan umiddamiz. Demak, boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum. Mening ismim Husnida Hamid. Vengriya davlat granti bilan Debrecen universitetida o'qiyman. Hozir 2-kursga o'tdik. Public Health and Disease Prevention sohasida o'qiyman. O'zbekchasiga aytib ketsangiz? Jamiyat sog'liqni saqlash va kasalliklarni oldini olish desa Zo'r. bo'ladi. Zo'r. Husnida, qarang, o'zi biza kelgan hamma mehmonlar bilan talabalik davri yoki talabalikkacha topshirishgacha bo'lgan davr haqida gaplashamiz-da. Siz Vengriyaga Debrecen universitetiga topshirishdan oldin o'zi niyat bo'lgan chet elda o'qish yoki qaysi universitetlarga topshirgansiz? Toshkentda o'zi qanaqa niyat bo'lgan o'zi? Shu protsess haqida ozgina gapirsak. Chet elga o'qishga topshirish aniq niyatim bo'lmagan. Ya'ni bitta tochka bo'ladi. Odam hayotda do'posligi bo'lib, yo'q, men hayotimni o'zgartiraman degan tochkaga 9-sinfimda kelganman. Chunki ingliz tilini yaxshi ko'rib o'rganib yurardim, lekin nimaga o'rganayotganimni bilmasdim. Shu bitta kishi bilan gaplashganda SAT nima, IELTS nima tushuntirib bering 9-sinfimda. Keyin men uyga kelganman, bo'ldi, men hayotdagi rejalarim o'zgardi. Men chet elga o'qishga kirmoqchiman degan nimaga kelganman, decisionga kelganman. Bizning uyimizda shunaqa, sen nimagadir katta qaror qilsang, chiroyli qilib tushuntirib bera olsang, как prezentatsiya qilib bera olsang, uni qabul qilishadi va qo'llab-quvvatlashadi. Men 3 kun o'ylab o'tirganman ustida, nima qilishim kerak, qayerga borishim kerak. 9-sinf 14 yosh qism bo'lganman o'shanda. Hammasini popolkam o'ylab chiqqanimdan keyin значит Toshkentga ketish kerak degan qarorga kelganman. Bizning hech kimimiz yo'q Toshkentda, ya'ni kelganim bilan bir o'zim bo'lardim. Qanaqa ishlaydi bilmayman. Shunaqa mo'jiza bo'lgan. 15 yoshimda Toshkentda xususiy maktabga o'qishga kirishga to'g'ri kelgan. 10-11 sinfga. 10-11 sinfga. Bu yerda уже u payt IELTS'im bo'lgan. Kelib SAT o'qiganman. 10-11 sinfda bizani yo'naltirishgan sekin. Ba'zi fanlarni sal pasaytirib, kerakli fanlarni ko'paytirib. IELTS, CV, SAT, chet elga dokument topshirish, portfolio degan narsalar bor. Ya'ni bu protsess faqatgina imtihon emas. Chet elga imtihon, chet elga o'qishga kirish bu siz bilimingiz haqida emas, siz kimligingiz haqida, portfoliosi haqida. O'sha narsalarni yo'naltirishgandan keyin, hamma narsalarni tayyor qilgandan keyin 11-sinfni bitirdik, shahodatnomalarimizni olib, keyingi protsessga o'tdik, ya'ni hujjat topshirish. Tabiiy ravishda meni standartlarim patologda turgandi, men shuncha mehnat qildim, men loyiqman deb. Adashmasam 5 ta 6 xil davlatga topshirganman. Amerikaga o'qishga kirish hech qachon orzuyim bo'lmagan. Avval ham aytganman bu narsani. Kichkinaligimdan xohlamaganman. Amerikaga ham, Koreyaga ham xohlamaganman. Yoki UK ga, Buyuk Britaniyaga yoki bo'lmasam Sidneyga ketaman degandim. Avstraliya yoki Singapur, mana shunaqa davlatlarga ketaman degandim. Chunki menga davlatni universitet yaxshi bo'lsin va ikkinchi prioritim u globalized country bo'lmasa ham tinch bo'lsin, yashillik ko'p bo'lsin, odamlari sokin bo'lsin degan narsam bo'lardi. Shuning uchun ham, lekin baribir ham Amerikada 20 ta universitetga topshirganman taxminan. $300,000 grant chiqqan. Garvardga topshirganman. Bu meni eng katta qarorim bo'lgan, Garvardga o'qishga topshirish. Chunki bu shunchaki qildingiz ketdingiz emas. Bir oy uni ustida ishlanadi, motivational letterlar yoziladi, statement letterlar, rekomendatsion pismolar yoziladi, portfolioni
bittalab yig'ish kerak. Man u yerga o'qishga kirish uchun o'zim sohamga yaqin internshiplar qilish kerak. Internshiplarim hammasi bor edi, ishonganim Garvardga kiraman deb. Ну, 100% reject olishim aniq edi, lekin baribir topshirgani bu men uchun yutuq bo'lgan. Eng qizig'i reject ham bo'lmaganman, wait listga tushganman. Bu degani o'ylanib qoldik san ustingda. Nima qilsak ekansan degan. Lekin baribir reject bo'lasiz. Keyin UK ga o'qishga kirganman, Birmingham University'ga. U yerda medical biochemistry sohasiga kirganman. U soha, ya'ni meditsinadan ancha uzoq. Bilganman, что tanlamayman buni va boyaga $300,000 grant nega ketmadi xususida degan tabiiy ravishda savol chiqadi. Chunki to'liq grant emas edi. Ya'ni men boraman, shunchaki grant kontraktida nechidir % kesilgan, yengillik berilgan student bo'lib boraman. Men xohlaganim imенно full ride scholarship bilan ketishga. Nimaga? Chunki bu xavfsizlik hissini beradi. Chunki siz davlat nazorati, himoyasi ostida bo'lasiz. Любой o'rta oiladan chiqqan qiz sifatida shu narsani bilganman. Ketganimda har oy ota-onamdan necha ming dollarlab pul beraman, yana ham support qilishlarini kutishni xohlamaganman. Shuning uchun full ride olishim kutganman. Birinchi etapdan yiqilganman. Birinchi etap mana shu bo'lgan, $300,000 grantim, Garvardga wait listga tushganim, nechtadir davlatlarga, Tursiyaga ham kirganman, meditsinaga, Anqaraga, Medipol degan zo'r universitet bor Istanbulda. U yerga full ride scholarship berishmagan tabiiy ravishda. Yiqilganman. El-yurt umidiga topshirgan. Bu Birmingham University top universitetlarga kiradi. Juda ham zo'r universitet. Birinchidan soham yaqin emas, ko'nglim tortmasa ham el-yurt umidi qilib ko'rdim. Oxirgi etapda yiqildim. Eng hayotimdagi katta depressiyam shu bo'lgan, chunki ishonganman, men bilaman yutishimni, oxirida yiqilganimda ko'p siqilganman. Nahotki shuncha mehnatim bekorga ketdi, chunki 2 yil Toshkentda hech kim yo'q, bir o'zi kelgan, qiz sifatida nimalar yashaganimni bilaman-da. Menda shunaqa assumption bo'lgan, bo'lma shuncha qiynaldim. Baribir Xudo menga beradi degan narsa bo'lgan. Lekin yo'q, odam hayotda loyiq bo'lganini yashamaydi, nasib qilganini yashaydi. O'sha baribir ololmaganimdan keyin depressiyaga kirganman, maktabimni shuning uchun oqila olmadim, ota-onam shuning uchun hatto menga hech kim unaqa stress bermagan. O'zim siqishim bo'lgan. Keyin ayam aytganlar, o'sha Jizzaxga qaytib ketganman, qolasan. Ayam aytganlar, Toshkentga qaytib bormaysan. Men bilganman, qaytib kelmasam ko'p ishim orqaga tortadi, keyin o'qishga kirishing kerak. O'zbekistonda qolasan. Lekin men qolish niyatim bo'lmagan, конечно. O'zbekistonni yomon ko'rganimdan emas, shunchaki yaxshiroq kadr bo'lgim kelganidan. Keyin sharqshunoslikka o'qishga kirganman. Shunchaki ayamga xo'p deb DTM topshirib ko'rgandim. Bilmayman nimaga o'qishga olar ekanman, lekin kirganman sharqshunoslikka. Keyin ayam bilib qolganlar kirganimni, o'qiysan deb turib olganlar. Aytmoqchi emasdim, og'zimdan chiqib ketib qolganda kirganim. Keyin o'qiysan deb turib olganlar, o'qiganman 1 yil sharqshunoslikda. Что вы понимали, sharqshunoslikda turizm va mehmondo'stlik o'qiganman, ya'ni xalqaro munosabatlar. Keyin bu 1 yil ichida men yana harakat qilganman, uydagilarga aytmasdan, grantlarga, hamma narsaga topshirganman, baribir nasib qildi, omadim kelib qoldi, ya'ni ketdim. 1 yildan keyin stipendiya fond Garikon bilan. Keyin odamlar so'raydi, "Xo'p, O'zbekistonda ham o'qigan ekansiz, nima o'qiysiz? Xalqaro munosabatlar. Hozir nima o'qiysiz? Jamiyat sog'liqni saqlash va kasalliklarning oldini olish." Ikkita vashi boshqa soha. O'qiganimda ham men shu narsani tushunganman, meditsinadan boshqa soha men uchun emasligini. Depression qayerdan kelib qolgan? Sizga nimasi yoqqan? Debrecen University bu topda turadigan universitetlar qatoriga kiradi. Ya'ni ketganimga yarasha любой частьga ketmayman deganman-da. Agar meni maqsadim har qanaqasiga chiqib ketish bo'lsa, men 1 yil oldin Polshalik boshqa joylarga topshirsam bo'lardi. Meni maqsadim imенно yaxshi universitetda o'qib, kadr bo'lib qaytishda. Meni talablarimga Debrecen University mos tushgan. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Debrecen shahrini o'zi, men boya aytgandek, tinch, yashil, sokin shahar, xavfsiz joy. Men Budapest bu Vengriyaning poytaxti. Katta, rivojlanish ko'p, turist ko'p, достопримечательности ko'p joy. Вот Debrecen ko'proq rivojlanmagan, lekin faqat universiteti zo'r joy. Menga normal bunaqa joyda yashash. Men universitetim yaxshi bo'lsa bo'ldi. Degan понятие bo'lgan. Keyin shuning uchun o'sha joyni tanlaganman. Bu variant o'zi qayerdan chiqib qolgan? Topshirgan bo'lganmisiz yoki qidirib topganmisiz? Qidirib topganman. Ya'ni 1 yil o'sha sharqshunoslikda o'qib yurgan vaziyatimda ham tinimsizman, izlanganman. Prям kamida 100 xil proyektlarga topshirib chiqqanman. Hamma narsaga topshirganman. Ya'ni bitta joydan baribir ham menga anaqa imkoniyat. Svet chiqishini bilardim-da.
chiqdi omadim yo o'sha mehnatim man ko'proq o'ylayman omadim kelib qoldi baribir ham. Keyin ketganman. Debrecen University'da hozir o'qish jarayoni qanaqa? O'zi sizni kutuvlaringiz qanaqa bo'lgani? Sizni kutuvlarga javob beryaptimi u universitet? Debrecen University menga eng yoqadigan tarafi shaharni o'zi studentlariga, talabalariga juda ham moslashgan. Ya'ni shahar kichkina, qaysiki menga yoqadi va shahar bo'ylab universitetning kampuslari joylashgan. Aholisidan ham ko'ra ko'proq talaba bor shaharda desam ham bo'ladi. Bu degani talabalarga atalgan, talabalarga Talabalar uchun mo'ljallangan shahar. talabalar uchun mo'ljallangan imkoniyatlar ko'p. Kutubxonalar, o'quv markazi degani dars qiladigan joy tushuniladi. O'quv markazlar yoki bo'lmasa laboratoriyalar, meditsina o'quvchilari uchun bolnitsalar bor, borib qilishingiz uchun. Meditsina bo'lmagan taqdirda ham engineering studentlar uchun BMW ni factories zavodi bor. Ishlab korxonasi bor. O'sha yerga borib engineering studentlar konkretno amaliyot qilishadi. Menga shu narsasi yoqadi. Kutuvlarim bitta narsasiga javob bermadi. Qaysiki u meni aybim, baland standart qo'yib yuborganim. Men Yevropaga ketyapman, hamma narsa shikarno bo'ladi deb o'ylaganman, lekin unaqa emas. Shaharni o'zi yo'q. Shaharni o'zini infrastrukturasi men o'ylaganim darajada wow emas edi. Menga asosiy narsa u ham emas edi. Menga asosiy narsa o'qishim edi. Kutuvlarimni ancha oshdi. Menga eng yoqqan narsa bu talabalarni, ya'ni umumiy olib aytganda professorlar talabalarni ma'lum bir narsaga bo'lgan dedication, ya'ni o'qishga keldik, biz hech narsaga chalg'iymiz. Hamma o'zini bajargan vazifasiga chin dildan javob beradi. Ya'ni biz tadbirlar, nimadirlar qilmaymiz. Qanaqadir tadbirlar bo'lsa ham bir oy oldin aytib qo'yadi va u majburiy bo'lmaydi. Xohlasangiz keling deyiladi. U tadbirlar nimaga organizovat qilinadi? Chunki universitet biladi, biz polностью o'zimizni stressga qo'yib, disiplina bilan o'qiymiz. Bizga kerak qanaqadir stressni release qilish, chiqarish. O'shaning uchun organizovat qilishadi. They make sure ishonch hosil qilishadiki, bu bizning darslarimizga xalaqit bermasligiga. Mana bu narsa menga eng ko'p yoqdi, chunki men bu yerda o'qiganman, kutilmagan tadbirlar organizovat qilinardi, bizga kirish majburiy qilinardi. Men qarshi emasman, xursandchilik bo'lsin, qanaqadir mehmonlar kelsin. Lekin bu narsa meni rejalarimga xalaqit bermasin. Balki men aynan bugun darsga prezentatsiya qo'yaman deb tayyorlanib kelgandirman. Aynan bugun men ko'p narsadan voz kechib professorim eshitaman deb kelgandirman derdim-da. Shu narsa yoqadi. Ikkinchidan bu subordinatsiya. Subordinatsiya o'zi ya'ni hamma o'z o'rnini va vakolatini bilishi. U yerda tushunishingiz uchun professorlar sizni hattoki ismingizni bilishmaydi. Hammani o'zi Neptun kodi bo'ladi. Sizga aynan husningda bo'lganingiz uchun ma'lum muomalani qilishmaydi. Sizga talaba bo'lganingiz uchun hammaga bir xil muomala qilinadi. Bu narsa menga juda ham yoqadi, chunki tanish bilishli, ba'zida o'qituvchilar menga yaxshi muomala qilardi bu yerda. Lekin boshqalarga yomon muomala qilish menga yoqmasdi-da. Bu adolatsizlikroq-da, ya'ni kimdadir communication skill yaxshi, kimdadir yaxshi emas. U yerda o'qituvchilar bir xil hammaga muomala qiladi va o'zini fanidan boshqa fanga bog'liq savollarga javob bermaydi. Hattoki ofislar ham shunaqa ishlaydi. Men bilaman, что qaysidir hujjatni qayerdadir hal qilishim mumkin. O'sha hujjatga bog'liq narsani bilsam ham men aytmayman. Chunki bu mening vakolatimga kirmaydi. Professor menga talabadan ortiq muomalani qilmaydi. Va men professorga u meni yomon ko'rib ketsam ham hurmatni bir xil ushlab turaman, chunki u meni hali ham professorim. Mana shu narsa menga eng ko'p yoqdi. Zo'r. Bu universitetga kirish uchun va bu grant bilan yutib ketish uchun talabalar nimalarga tayyorlanishi kerak? O'zi, mana siz hozir yutgan va o'qiyotgan talaba sifatida aytadigan bo'lsangiz, nimalarga tayyorlanish kerak va bu grantni qanaqa yutsa bo'ladi? O'zi shu haqida gaplashdik. Bu grant haqida o'zi. Demak, grantga umumiy olib aytganda chet elga o'qishga tayyorlanish bu sizni zo'r bilimingiz va zo'r baholaringiz haqida emas. Ko'proq sizni jamiyatning bir a'zosi sifatida qanaqa aktivligingiz rol o'ynaydi. Chunki siz imtihon topshirasiz, subject related, lekin undan ham oldin siz portfolio topshirasiz. Portfolio bu nima degani? Siz qilgan volontyorstvalaringiz yoki qanaqadir tadbirlarda qatnashganingiz, nimadir organizovat qilganingiz yoki bo'lmasam sohangizga bog'liq qilgan ishlaringizni bitta yig'asiz, papka qilib, ya'ni majoziy ma'noda papka qilib yig'asiz, uni topshirasiz. Har qanday grantga tayyorlanish uchun talaba birinchi o'rinda socially active individual bo'lish kerak, ya'ni
social nima degani? Jamiyatni aktiv a'zosi bo'lishi kerak. O'sha narsalar rol o'ynaydi. Ikkinchidan, mana shu narsani aytaman, ozgina qo'polroq gap, o'zingizni marketing qilishingizni bilish kerak. Ya'ni tasavvur qilish kerak, sizni qabul qilayotgan taraf bu klient va siz tovar. Tovar sifatida o'zingizni yaxshi представить qilib bera olsangiz, nimaga universitet sizni tanlashi kerak? Sizdan tashqari millionlab talabalar topshiryapti, u grantga ayniqsa. Nimaga siz? Masalan, meni tanlashgan. Nimaga meni chunki men bu sohaga kecha qaror qilmadim, meditsinaga kiraman deb. Men bu narsaga ancha oldin qaror qilganman. Qaror qilishim o'zi yetmadi. Men harakat qildim bu sohada o'zimni ko'rsatishga. Men borib man borib malaka oshirish qildim. Men shu sohaga bog'liq har xil kurslar oldim. Men tadbirlar bo'lsa qatnashdim. Men volontyorство qildim. Men organizatsiya qildim qariyalar uyiga tashrifni. Sohamga bog'liq, o'zimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam. Shuning uchun men tanlashingiz kerak. Chunki men bu sohaga mehrim bor. Men shu sohaning insoniman. Tем более boya sharqshunoslikda o'qiganman-ku 1 yil. Universitetim juda ham zo'r edi. Sharqshunoslik O'zbekiston top universitetlariga juda ham zo'r universitet. Men shunaqa zo'r joyda o'qib ham shu narsani realize qildimki, boshqa sohada o'zimni ko'ra olmayman. Marketing o'zimni представить qilib bera oldim. Ko'p holatlarda men o'zim o'quvchilar bilan ishlaganman. Shu savolni bersam topib berisha olmaydi. Ha, senda qanaqadir ustun bir wow narsalaring bo'lmasligi mumkin, lekin kichkina narsalaringni katta qilib ko'rsatishni bilishing kerak. Mana shu narsaga tayyor bo'lish kerak odam. Suhbatlar jarayonida ham shu narsa katta rol o'ynaydi. Tushunarli. Universitetda o'zini imtiyozlariga keladigan bo'lsak, misol uchun kontraktlari qancha yoki sizlarga berilgan stipendiyalari qancha va bular nimaga ishlatish mumkin? O'zi universitet beradigan stipendiya yetadimi yashash uchun Vengriyada, Debresenda? Tushunarli. Universitet bizga beradigan imtiyozlari bu stipendiya beriladi. Stipendiyadan tashqari bizga home allowance ham beriladi. Ya'ni yotoqxona ola olmagan talabalar uchun kvartira puliga yordam. Va bu pul 100% yetadi deb bilmayman. Kстати, $250 berishadi. $100 home allowance, $150 stipendiya. Va bu pul Vengriyada zo'r bo'lib yetadi deya olmayman, конечно. Но siz qiladigan xarajatlarga yaxshigina yordam bo'ladi. Ikkinchidan, viza proses ancha oson o'tadi. Chunki hozirgi kunda eshitdim, Yevropaga hattoki D viza olish, ya'ni talaba vizasini olish ozgina qiyinlashib qolgan. Lekin agar siz grant talabasi bo'lsangiz, sizga ishonch oshiradi va uzun очередьlar, qanaqadir biometrik danlarni uzoq vaqt olishmaydi, tezgina hal bo'ladi va siz shunchaki sizga aytilgan hujjatlarni topshirasiz va to'lovsiz vizaga olasiz tez orada. Ya'ni viza nimasi ham pricelari ham bizga imtiyozsiz bo'lib ishlaydi. Borganingizdan keyin sizga sug'urta beriladi va ba'zi kasalliklarga vaksinangiz yaxshi bo'lmasa, yetarli bo'lmasa, tekinga vaksina qilib qo'yishadi va medical check-up, ya'ni har nechadir oyda sizni tibbiy ko'rikdan o'tkazishadi. Physical medical check-uplar bor, qoningizni tekshirishadi va hokazo. Keyingisi transportlarga, u yerda butun Vengriyaga o'tadigan Hungary Pass bor, ya'ni poyezdga o'tadi, tramvayga o'tadi, har qanday shaharga o'tadigan bitta bilet bor, olasiz, shahar bo'ylab shaharlararo yuraverasiz. U где-то $100 atrofida turadi. $70, ya'ni Hungarian forintsda bizga 90% skidka bilan beriladi. Bu talabalarga ichki turizmni oshirish uchun, ya'ni fanlaringdan bo'sh payting bor aylanibga xohlagan davlating. Ya'ni bizga shunaqa tushuntirilgan, oshirish uchun sizlarga shuncha skidka qilib beriladi. Student karta bilan Vengriyaning o'zida fitnessga, ya'ni aytaman, talabalarga imkoniyat yaratish, fitnessga chiqishingiz uchun katta skidkalar beriladi. Ba'zida ovqatlanish joylariga skidka beriladi, entertainment joylariga. Ya'ni hammasi ular biladiki, talabalar katta stressni ostida yashaydi va ularning student kartasi nimadir rol o'ynashi kerak. Va bu bizga beriladigan imtiyozlarning bir qismi. Конечно, eng muhim aytish kerak, VNJ, residence permit. Nima derlardi? Vaqtinchalik yashash turar joy anaqasi. Vaqtinchalik turar joy ruxsatnomasi beriladi, qaysiki bizga boshqa Yevropa davlatlariga oson sayohat qilish imkoniyatini beradi. Ya'ni 27 ta Yevropa davlatlariga adashmasam. Sayohat qilgansiz shu davrda? Bizmi? Qaysi davlatlarga? Turkiyaga bordim. Keyin Avstriyaga bordim. Ya'ni sayohat qilish yaxshi, lekin uncha ko'p vaqt bo'lmaydi. Chunki bizga ta'til bergan, men O'zbekistonga sayohat qilish imkoniyatim bo'lishi bilan O'zbekistonga keldim-da. Nimaga? Chunki sog'inaman.
Tushunarli. Biz O'zbekiston yaxshi. Keling endi birinchi borgan payti xotolaringizni eslaymiz. Bu yoqdan uchib ketish qanday bo'lgan? Oiladan ajralish, baribir birinchi marta chet ellarga chiqish, qiz bola bo'lib yana oiladan uzoqda bo'lishingizni bilib turib ketish qanchalik og'ir bo'lgan va u yoqqa borish, moslashish, bir o'zbek qizi sifatida Yevropa muhitiga moslashish qanaqa bo'lgan o'zi? Boyagi oiladan ajralish deganchasi haqiqatdan qiyin bo'lgan. Chunki umuman olib aytsam, biza close knit family hisoblanamiz. Bir-biriga juda ham yaqin oila biz. Ya'ni biz oila a'zolaridan ham ko'proq do'st biz bir-birimizga. Men bilganman, shunaqa oporam yo'qotish menga og'ir keladi. Yig'lashimni bilganman, stressga tushishimni, depressiyaga tushishimni bilganman, qiynalishimni ham bilganman. Dadam ham ogohlantirganlar. Sen majbur emassan, если что bilib qo'y, majbur emassan. Lekin qilaman desang, men senga imkoniyat yaratib beraman, qo'limdan kelgancha nima qilaman, yordam beraman. Lekin ba'zi ogohlantirgan narsalar, ba'zi narsalar bor, hayotdan o'zing o'tishing kerak. O'sha narsalarga tayyor bo'lsang, mayli deganlar. Bir oy ketishimdan oldin, что вы понимали, kasal bo'lib qolganman. Umuman anaqa gripp bo'lganman. U immunitet tushib ketishidan bo'lar ekan. Chunki biz hayron qolganmiz, nimaga tuzalmayapmiz. Shu darajada menga og'ir kelgan oilamdan ketish. Ba'zi joylari ba'zida ayamga qarab o'tirib yig'lab yuborardim. Chunki men uyda ko'p gap eshitadigan qizman. Ayam rosa ko'p meni eng ko'p uyda kimdir ovozi balandlashsa, o'sha ovoz balandlashga Husnida deb chiqadi. Husnida, sen nima qilding? Ya'ni shovqin yaratadigan odammanmi? Grantim yutganini bilganlarida ayam ketib qolasanmi deb. Ya'ni shunaqa qattiqqo'l ona, ketib qolasanmi? Deb mana shunaqa qaraganlar-da. Keyin dadam ham quchoqlab o'tirib, mani qizim ketib qolmay yig'lamayman, mani qizim ketib qolam, sen katta qiz bo'lib qolding deganlar-da. Keyin boshqacha bo'lib qolganman o'shanda. Anavi erkalatib yurib, keyin birdaniga quchoqlab, sen katta qiz bo'lib qoldingmi deganlar-da. Ya'ni bu yaxshi ma'noda. Oxirgi ketish qiyin bo'lgan. No, aytganlar, dadam ko'p aytadilar, odamlarga foydang tegsin. Agar el-yurtga foydam tegadi deb o'ylasang, o'shaning uchun ruxsat beraman derdilar. Agar maqsadim sayohat bo'lgan, boshqa deganda ruxsat bermasdi, tochna. Yurtga foydam tegadi, ketasan deganlar. Shunga kelishib, xavf degan. To'xtalam o'zimga kelmay. Bo'ldi, buni qolasiz yuzib keling. Esim tushib ketdi-da o'sha. Yig'lamoqchi emasdim o'zi, esim tushib ketdi. Normal. Birinchisi emassiz. Voy, rahmat. Ancha yengil tortdim. Qayerda qoldim? O'sha qiyin bo'lgan. Adezlardan voz kechib ketish. Adezlardan naqib ketish. Buncha narsadan keyin albatta men qarorim yana bir marta o'ylab ko'rishga yuz tutganman, ya'ni menga rostdan ham kerakmi shu narsa degan narsaga yuz tutganman. Balki eplolmasamchi, ishonchni oqlolmasamchi, har xil odam bo'lsachi, meni kimdir yo'ldan ursachi degan har xil xayollar bosishni boshlagan. O'shanda dadam aytganlar, qizim, men odamlarga ishonmayman, lekin senga ishonaman deganlar. Men bilaman senda ko'p anaqa bor, potensial bor, uni ishlatishing kerak deganlar. Ya'ni dadamning podдержкалari katta rol o'ynagan. Ketgan, hech narsadan deyarli qo'rqmaganman. Shunchaki oilamni tashlab ketish menga qiyin bo'lgan. Ketganimdan keyin kutuvlarim amalga oshgan, qiyin bo'lgan, depressiyaga tushgan, stressga tushgan. Eng muhimchisi bu byurokratiya, ya'ni dokument taxlash, uni nima qilish, u yerda kvartira topish. U yerda kvartira topish, ya'ni bu juda ham rasmiy jarayon. Notariusga bor, advokat qil, mana shunaqa narsalar qilganmiz. O'sha paytlarda o'zimni slishim katta odamdek his qilganman. Ya'ni mana shu narsalarni qiladigan vaqtga keldim, men bu narsalarni o'zim qilaman, men hujjatlar bilan shug'ullanishim kerakmi degan qismlarimda g'alati holatga tushganman. Bir oy qanaqadir mute tonda yashaganman hayotim. O'zim energiyaga to'la, baqir-chaqir qilib yuravergan sho'x qiz, birdaniga mute tonga tushib qolganman. Birdaniga o'zgarib ketib qolgandek bo'lib qolgan hayotim. Lekin unaqa emas, o'tib ketgan, конечно, o'rganib qolganman. Faqat vaqt olgan. Moslashish qanaqa bo'lgan? Ya'ni qanaqa ma'noda ta'lim sifati, u yo'qni misol uchun mana 1 yil sharqshunoslikda o'qib, keyin u yoqqa borgandan keyingi talabalar muhitiga ko'nikish, kirishib ketish qanaqa bo'lgan? Yaxshi savol. Cultural shock deydi-ku. Cultural shock bo'lganda. Cultural shock. O'sha qanaqa bo'lgan? Cultural shockni birinchisi bu odamlarning sovuqqonligi. Ya'ni insonlarning haqiqatda siz bilan ishi yo'q. Ya'ni kimdir men bilan ishi yo'qligi bu yaxshi-ku degan narsa menda bor edi. Chunki men ko'proq anavi European mindsetroq odam edim bu yerda yashaganimda ham. Lekin u darajada ham yaxshi narsa emas ekan insonlarning sovuqqonligi. Keyingisi ta'lim sifatiga keladigan bo'lsak, men o'zi solishtirishni yoqtirmayman, balki sharqshunoslikda ko'rgan atmosferam bular uchun to'g'ri yo'l.
Menga shunchaki yoqmasdi bu narsa. U yerdagi ta'lim sifati siz o'zingiz tanlagan fakultetga dedicationingiz bo'ladi. Siz bu yerga osmondan tushib kelib qolmaganingiz uchun hamma kursdoshlarim judayam aqlli va men ularga sog'lom raqobat qilib yetishib olishim kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, siz o'ta darajada o'zingizga javobgar shaxssiz. Ya'ni nima demoqchiman? U yerda boyagi dokumentlarni o'zim qilaman deb qancha pressure berib gapirdim-a, o'qishda ham shunaqa. Nima professorlar kirib sizga mavzuni tushuntirmaydi. Nabarot, ular sizga shunchaki ma'ruzasini o'qib chiqib ketadi. Qolganini siz yetkazib olishingiz kerak. Ya'ni u mani 10% bilimim professorlardan kelgan bo'lsa, qolgan 90% ular bergan yo'nalish, ular bergan mavzu, ular bergan materiallarning ustida o'tirib 8 soat, 10 soat, ba'zida 12 soat vaqtimiz ketgan bitta fanga tayyorlanish. Ya'ni biza sharqshunoslikda men adashmasam 4 ta fan o'qiganman. Ikkinchi semestrda yana 4 ta fan o'qiganman. Ya'ni aniq eslolmayapman. Shunaqa edi. Lekin bu yerda birinchi kursda o'zidan 14 ta, 12 ta, 16 ta fan o'qiganmiz. Tim bolli uni 90% o'zimiz yetkazdirib olish katta mehnat talab qilgan. Self study kuchli bo'lgan. Bu ikkinchi cultural shockim bo'lgan. Hech kim kelib yordam bermayapti, hech kim kelib menga dars o'tmayapti, hech kim kelib menga uglevod metabolizmini tushuntirib bermayapti. Men ular u sikllarni o'zim ulab, o'zim fantaziyalarimni ishlab topishim kerak. Qiynalganman. Fanlarim yomon bahoga yopganman. Lekin bu menga yoqqan. Zo'r. Qiz bola sifatida hozir men sizdan bitta narsa so'rayman. Qiz bola bo'lib, begona davlatga ketish va begona davlatda yashash, o'qish qanchalik qiyin ekan? Agar men 2 yil ota-onamdan uzoq yashab, repetitsiya qilib Toshkentda ko'nikmaganimda qiyin bo'lardi. Qaysi perspektivadan gapirsam ko'proq manfaatli bo'ladi. Ya'ni yashamay 2 yil repetitsiya qilmagan qiz perspektivasidanmi yo o'zingizga qaysi birinchi o'zim haqimda gapiraman. Yo'q, birinchi umumiy gapirar ekanman. Siz u yerda to'laqonli o'zingizga o'z javobgarligingiz bu qiz bolaga ko'p anaqa berar ekan, bosim berar ekan. Ya'ni meni masalan kommunalkamni to'lashim kerak. Uni men qilishim kerak. Meni residence permitimni deadline yaqin bo'lib qolsa, sразу borib topshirib kelishim kerak. Uni men qilishim kerak. Ya'ni boshqa narsa, bozorli basic narsalar bo'ladi. Uyda dadam qilgan narsalar sразу menga delegировать bo'lganda bu menga bosim berib qo'ygan. Chunki men ro'zg'orini o'zim, ya'ni inson bitta bo'lsa ham o'ziga ro'zg'ori bo'ladi. O'sha narsamga qarayman, o'zim sog'lig'imga qarayman. Mayli dinni aralashtiramiz. Sog'lig'imga qarayman, o'qishimga qarayman, sotsial hayotimga qarayman. Qaysi o'rtog'im menga hasad bilan qaraydi, qaysi o'rtog'im menga choqa dedi, kim qanaqa, professorlarimga qarayman, hujjatlarimga qarayman. Odamning fokusi tarqalib ketadi-da. Agar masalan kimdir ota-onasini bag'ridan sразу chet elga ko'chib qolsa, unga 1 yil normalniy depressiyada, adaptatsiyada o'tadi. Men birinchi marta bozorlik qilib og'ir paketlarni ko'tarib kelganimda, kartoshka, piyozdan shunaqa xo'rligim kelgan, dadam qilganlar u narsani. O'sha narsa og'irlik kelgan. Va endi seryozni aytadigan bo'lsak, xavfsizlik hissi. Chunki men O'zbekistonda yurganda hech qachon qarama-qarshi jins vakillaridan qo'rqmaganman. Hech qachon qo'rqmaganman. Lekin u yerda qo'rqishni boshlaganman. Ko'chada masalan sal kech qolib ketsam, ya'ni ota-onamdan uzoqdaman, endi xohlagan paytim ko'chaga chiqaman degan xom xayollarim bo'lgan, lekin unaqa emas. Sal yorug' pasaysa, uyga tez qaytadiganman, chunki anetda 2 ta bola turibdi. Kim biladi ular qanaqa ichib olgan, boshqa tez uyga qaytishga harakat qilgan. Ya'ni bu qo'rquv boshlanganman, o'zimni himoya qilish bor, ozgina xavf. Lekin agar o'zingiz to'g'ri yo'lda bo'lsangiz, atrofingizga shunaqa odamlar yig'ilar ekan. Chunki har xil odamni ko'rdim. Bir xil joyda yashaymiz, har xil odamga har xil narsa face qilishi bu magnit. Odam o'zi qanday bo'lsa shunaqa tortiladi. Men o'ylaganim ularniga tushdi-ku, meni boshimga tushsa kerak deb o'ylagandim, lekin Xudoga shukr, shu paytgacha yomonlik ko'rmadim. Hamma hurmat qilib muomala qilishadi. Chunki boshida kursdoshlarim shu narsani aytgan, agar o'zbek odamlar sizga o'xshagan bo'lsa, men hurmat qildim sizni millatingizni deyishgan. Chunki men hech kim bilan urushib o'tirmasdim, hech kim bilan gap talashmasdim. Adir g'alati qiliqlar qilishga tabiiy ravishda qiziqmasdim. Hamma o'zbeklar shunaqa bizada. Nima demoqchiman? Ya'ni o'zim qanaqa bo'lgan bo'lsam, xuddi shunaqa atrofimga yig'ildi odamlar. Bizada o'zaro hurmat ustiga qurildi hamma do'stligim.
qiz bola sifatida qo'rqinchli, ozgina, lekin hamma aytadigan darajada oh my god emas vaziyat. Hamma aytadigan darajada strashniy emas. Ya'ni o'zingizga bog'liq. O'zizga Qanaqa inson bog'liq. bo'lsangiz, sizga Da. shunaqa. U yerdagi odamlar uncha-muncha ishi yo'q bir-biri bilan. Hozirgi jarayon qalay ketyapti? Mana 2-kursni bitirdingiz, 3-kursga o'tdingiz. Ya'ni kelajakda rejalar, o'qishni bitirgandan keyingi rejalar qanaqa? To'g'risini aytsam, o'qishdan bitirgandan keyingi rejalarimni hali qurmadim. Chunki maksimum 3 yillik reja qurishga harakat qilaman. 5 yillik rejalarim hech kimga aytmaslikka harakat qilaman. 3 yillik rejalarim bu bizada aytdim. Sayohat nimasi katta, shansi keng. Bu degani men konferensiyalar uchun, malaka oshirish uchun yoki soham bo'yicha qanaqadir yig'inlarga har xil davlatlarga chiqib kelsam bo'ladi. Va Yevropa human resources va health sciencelarga продвигать qiladigan ko'p proyektlar organizovat qiladi. O'shalarda maksimum qatnashish. Chunki meni asosiy maqsadim yaxshi kadr bo'lishda. O'qishim bitirgandan keyin katta ehtimol bilan men qaytib kelaman. Hatto u yerda ish taklif qilishsa ham. Men o'sha narsalarni ko'rishim kerak, ko'proq absorb qilishim kerak o'zimga. Qanaqa qilishyapti bu narsani? Jamiyat bilan qanaqa ishlashyapti? Nimaga unaqa ishlashyapti? Bu narsa faqat bu yerda apply qiladimi, bizda ham apply qilaman. Shu narsalarda ma'lumot yig'ish. Yaqin 3 yillik eng katta rejalarim aynan shu sohamga fokus qilib, ko'proq ma'lumot yig'ish. Chunki bizada hamma narsa juda ham yomon emas, lekin yaxshiroq bo'lishi mumkin. O'sha yaxshiroq bo'lishi mumkinlarini yig'ish yaqin 3 yillik rejam faqat. Sayohat qilib ko'rdim, lekin yoqmadi. Chunki qanaqa tushuntirsam, men o'ylardim, men sayohatni qattiq yaxshi ko'radigan odamman deb o'ylardim. Qildim, hatto imkoniyatim bo'ldi, qilishni xohlaman. Chunki 2 marta chiqqandan keyin faqat uydagilar o'ylayveraman-da, aytaman, "Shahdat ayam bo'lsalar qani, dadam bo'lsalar, akam ham ko'rishlari kerak, mana bu narsa apamga yoqadi" deb anaqa ichimda faqat yomon narsa o'tirgani uchun qilmayman dedim. Undan ko'ra shu o'qishim bilan band bo'lib qo'ya qolay dedim. Bu narsa plusga ham ishlaydi, chalg'imasdan odam sekin. Tushunarli. Hozir men beradigan savol. Mana erkinlik dedingiz-ku. Chet davlatda qiz bola erkin bo'ladi va qanaqadir ravishda hamma narsalarni o'zi qilishga harakat qiladi. Bizani jamiyatda hozir shunaqa narsa bo'lyaptiki, qiz bolalarga erkinlik berish kerak. Ya'ni nima desam, qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Siz shu narsani his qilib ko'rgan inson sifatida so'ramoqchiman, nima hozir? Erkinlikni his qilib ko'rgan inson sifatida qanaqa his qiladi? Mana mustaqil bo'lishga harakat bor-ku hozir bizada ayollarda. O'ta mustaqil bo'lish, ya'ni erga ham pachinatsiya qilmasin, hech kimga pachinatsiya qilmasin, o'zi mustaqil bo'lsin. Bo'ldi, tushundim. Shu narsa mana qalay bo'lar ekan o'zi, mana his qilib ko'rgan inson sifatida. Mana hozir savolim to'g'ri endi. Men kontekst tushundim, kamera uchun to'g'rilamasangiz bo'ladi. O'zi to'g'rilamasam ham bo'ladi. Xullas, mana mustaqil ayol bo'lishni qanaqa qiyinchilik taraflari bor ekan. Mana bizada hozir ayrim ayollar mana shunga intilishyapti. Ya'ni eridan ham mustaqil bo'lish, oilasidan ham mustaqil bo'lish, ya'ni mustaqil ayol bo'lish sifatida siz qanaqa fikr bildirasiz shunga? Qanaqa og'ir taraflari bor yoki bu kerak ekanmi o'zi haddan tashqari erkinlik qiz bolaga, ayol kishiga? Zo'r savol. Mana mustaqillikdan oldin erkinlikni ochdingiz. Men o'ylayman, erkinlik bolaga yoshligidan berilishi kerak. Nimaga? Chunki mana chet elga chiqsa buzilib ketadi degan gaplar bor-a. Bu bor narsa, yo'q narsa demayman. Lekin chet elga chiqsa bir tarbiyalanadi degan tarafini ham nimagadir gapirmaymiz biz. Chunki men qanday qilib ajratdim? Agar odam ma'lum bir hayotini O'zbekistonda yashayapsan-a, sen uni ota-onang aytgani uchun, agar shu narsani qilmasang odamlar gapiradi deb yashaysan yoki vijdonan to'g'riligini bilib shunaqa yashaysan. Farqi bor. Men ichmayman, chakmayman. Nimaga ota-onam urishadi? Odamlar gapiradimi? Yo ichmayman, chakmayman, bu bilan sog'lig'imga zarar va boshqa narsaga zararligini ham bilib qilmaymanmi? Agar mana shu narsada hal qila olmasa, chet elga chiqib birinchi qiladigan ish o'sha taqiqlangan ishlari bo'ladi. Ichib ko'raman, chakib ko'raman-da, real erkinlik berib, o'zi asosini yo'lini tanlagan odamlar chet elga chiqib unaqa ham ko'p o'zgarishga yuz tutmaydi. Bu erkinlik masalasi. Ikkinchi masalaga keladi. Mustaqillik ayol kishiga qanaqa ta'sir qildi? Qanaqa maza qilasizmi degandek so'radingiz-ku. Endi men aytaman, kichkinaligimizda biz qanaqa mindsetda katta bo'lganmiz. Dadam aytardilar, ishlash 14 yoshda men ishlayman deganman. Hatto bizda ham narsa yetarli bo'lgan. Shunchaki men kuchli ayol bo'lmoqchiman deganman. Dadam, конечно, ensilarni qotirganlar birinchi senga yetmayaptimi shuncha deganda, yo lekin mayli. Kulmaganlar, senga rostdan kerak deb o'ylaysan, shu narsani 14 yoshimda dadam bilan intellektualniy suhbat o'tkazganmiz.
Ha, nimaga kerak? Mani o'zim pulim bo'ladi, man o'zim tanish bilishim bo'ladi, kuchli bo'laman. Xo'p, senga nima kerak? Mani tanish bilishim bor, xohlasang ishlatsang bo'ladi. Mandan keyin akang bor, akangdan keyin yana kimdir bo'ladi. Ya'ni sen bizani privilegiyalarimiz ishlatsang bo'ladi. Puling bor, tanish bilish bor, sen kuchli bo'lish shartmi, o'zim himoya qilaman. Yo'q, menga o'zimniki kerak. Mayli, harakat qilib ko'radiganlar. 1 yil ishlaganman, 2 yil ishlaganman. Tushunyaptilar, men pul topishni boshladim. Sekin oyog'imga turayman. O'shanda srazu aytganlar, qizim deganlar. Qo'lingdan keladi. Bu batahqiq. Lekin majbur emassan. Keyin men sekin pul topgandan keyin uyga ro'zg'orga nimadir qilishni boshlaganman. Конечно, bu meni xarakterimda какой-то disbalans chiqaryapti. Ozgina kibr, tabiiy ravishda odam, ayniqsa ayol kishi kibrga moyilliroq bo'ladi. Qo'ydim degan narsa bor. Qo'ydim degan narsa bo'ladi. Hatto dadam so'ramagan, prosta o'zim hamma puli borlar, oilamiz mana shunaqa qilyapti, men ham qilar ekanman значит degan narsa. Aytganlar, "Sen qizim kuchli bo'la olasan, mustaqil bo'la olasan. Pul topa olasan, lekin bu seni fitratingga ta'sir qiladi. Qaysiki seni kelajagingni disbalansga yuz tutasan. Agar sen ko'proq bu tarafga yuraman desang, sen kishiga yaqin bo'lib qolyapsan. Sen xohlaysan bizga o'xshab yashashni. Chunki qila olmaysan demayman, qila olasan, lekin xohlamasligingni, ya'ni you don't want this deydi-ku. Xohlamaysan sen bu narsani deganlar. Sen lutshi qilib ko'r, qila olishingni bil, lekin o'zingni o'rningda qol deb o'rgatganlar. Men har doim ham unaqa super darajada mustaqil bo'lmaganman. Men o'zim afzal ko'rganman, ответственности ko'pi dadamda, akamda turganini. Chunki men o'zimga ko'proq fokus tashlay olaman o'sha holatda. O'qishimga va boshqa masalalarga deylik. Chet elga chiqqanimda mustaqillikni bilganim, kuchliligim menga foydaga ishlagan. Chunki men xo'rlanib qolishim, burchakda qolib ketishim mumkin bo'lgan vaziyatlarga ko'p tushdim. Agar men mustaqil bo'lish qanaqaligini bilmasam, kuchli bo'lmasam, dadam aytganlaridek, hayotda ba'zi janglar bor. Men qancha seni yaxshi ko'rsam ham seni yoningda turib bera olmayman. O'zing o'tishing kerak o narsadan. Agar men o'sha dadam kichkinaligimda kuchli bo'lishga, mustaqil bo'lishga yo'l ochib bermaganlarida men unaqa bo'lmasman. Birinchi batilimdayoq taslim bo'lib orqaga qaytgan bo'lardim. Lekin men o'tdim, boshqa qildim. Men qaytib keldim-ku, hali ham dadamning nimalari ostidaman. Chiqmaysan dedilar, chiqmayman. Lekin shu narsani at the same time bilaman, pul topkim kelsa topa olaman. Kimlardir kurashim kelsa kurasha olaman. Lekin qilmayman o narsani. Mana shu yerda dadam balansni ushlab qo'yganlar. Ya'ni shart emas senga. Men qolganlarni ham xohlagan bo'lardim shunaqa bo'lishini. Boshqa masala bor. Mayli, bu joyni kesib tashlaslaring ham. Chunki men buni reels qilib chiqarganman bitta narsani. To'g'ri. Biz ham chiqaramiz balki. Chiqaramiz. Yo'q, shu reelsni chiqqan 50% hit, 50% to'g'ri tushunganlar bo'lgan. Men tushunmay qoldim, shu fikrim to'g'ri, noto'g'rimi? To'g'ri, ovqat qilish, ro'zg'or qilish, uyni tozalash, umumiy olib aytganda, ухаживать qilish bu ayol kishining vazifasi, lekin erkak kishi ham qilishni bilish kerak. Chunki agar hayotingda bitta ayol kishi bo'lmasa nima qilasan? Bitta bu invalid bo'lib qolmaysan-ku. Bilishing kerak u narsani. Lekin qilmasang ham bo'ladi agar hayotni kimdir qiladigan odam bo'lsa. Va to'g'ri, pul topish, kuchli bo'lish, oilani himoya qilish erkak kishining vazifasi, lekin ayol kishi ham uni qilishni bilish kerak. Agar hayotingda masalan birdaniga dadang o'lib qolsa, xudo ko'rmasin, yoki birdaniga oilang o'xshamay qolsa, erkak bo'lmay qolsa hayotda nima qilasan? Bilishing kerak, lekin qilishing shart emas. As long as you have the one who will do those things for you. O'sha odam hayotni bo'lsa qilishing shart emas. Ya'ni ikki taraf ham ikki xil narsani bilish kerak, ayniqsa hozirgi asrga kelib. Chunki agar ikkalasini ham bilib balans ushlay olmasang, qaysidir tarafda og'ib ketasan, yiqilib ketasan deb o'ylayman. O'sha taraf bilan sinalashing ham mumkin. O'sha taraf bilan sinalashim mumkin. Men chunki ko'rdimda, kuchli bo'lishga o'rganmagan qizlarning holi nima bo'ldi. Chunki bu narsani aytgim kelmayapti. Aytavering. Lekin masalan, dadasiga o'rganib qolgan qizlar yoqqa borib, keyin kimlardir bola bilan gaplashib ketadi agar. O'shaning uchun agar o'zida odamda ichki opora bo'lmasa, oporani beradigan odamni qidiradi-da. Birinchi bo'lib sizga hayot yaxshi do'st chiqarmaydi. Конечно, shayton birinchi kelib u pozitsiyani egallaydi-da. Shayton sizga yaxshilikni taklif qilmaydi, конечно. Yoki bo'lmasa unga "Voy, biz senga yordam beryapmiz" degan yomon do'stlar yig'ilib qolishi mumkin atrofida. Kechirasizlar, men o'zim qila olaman deyishni bilish kerak. Odam boshida o'rganib, odamlarni sharoit o'rgangunicha hech kimdan yordam olmaslik kerak, chunki hech kim niyatini bilib bo'lmaydi u yoqda. Shuning uchun men dadamga rahmat aytaman, balansni, ya'ni menga kuchli bo'lishga imkoniyat berib, lekin balansni sirazu ushlab qo'yganlari uchun. Zo'r. Menda hozircha katta savollarim tugadi. Endi bizda bitta savollar bor. Bitta savollarga javob berasiz. Xo'p.
Demak, tayyor bo'lsangiz boshladik. Bu blitz savollarni hammaga beramiz. Kelgan mehmonlarga hamma o'zini fikrini bildirib o'tadi. Demak, boshladik. Dunyoni go'zallik qutqaradigan gap bor. Sizningcha dunyoni nima qutqaradi? Voy, voy unaqa Bu filosofskiy savollar ko'pi. dunyoni manimcha dunyoni yaxshilikka umidi bor odamlar qutqarsa kerak. Ha, zo'r. Odam bir kun kelib o'zidan begonalashib qolishi mumkinmi? Mumkin. Qanaqa qilib? Depersonalizatsiya deyiladi. Ya'ni boya borganimda birinchi oyim o'zimga o'zim begona bo'lib qoldim. Ya'ni men bunaqa qiz edim. Qanaqa qilib shunaqa o'zgarib ketdim? Ya'ni hayot shu darajada tez bo'lib ketgan. O'sha tezlik meni bu yerdan o'zgartirib ketgan. Men o'zimga face qilib, o'zim bilan o'tirib gaplashishga, o'zim bilan vaqt o'tkazishga vaqtim bo'lmaganda, o'zgarib qolganman bu orada. O'zimning maslahatlarim o'zimga ta'sir qilmay qo'yadi. O'zimni tanimay qolaman. Odamlarga qilayotgan muomalamni tanimay qolaman. Onaga qaraganda odam o'zini ko'rmaydi. Va eng hayotimda his qilgan og'ir narsa bu o'zimga begonalashib qolishim bo'lgan. Chunki odamning birinchi raqamli do'sti o'zi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Zo'r. Sizningcha hozirgi avlodda eng katta bo'shlig'i nima? Bizning ustozlarimiz shunaqa o'rgatishganda, inson yoshlik davrida juda ham ko'p energiyasi bo'ladi. Agar uni to'g'ri yo'naltirib qo'ya olmasang, u qayerdandir teshib chiqadi derdilar-da. Ya'ni yomon narsaga oqib ketadi o'sha energiya. Sen energiyani zloupotreblять qiladigan joyga. Shuning uchun bizani har doim band qilib qo'yishardi. Hech qachon bo'sh vaqtimiz bo'lmagan. Biz 10-11-sinfimizda. Nolagan paytimizda aytishardi. Eng katta bo'shliq ham shu. Bizda hozir energiya ko'p, resurs juda ham ko'p va biz uni to'g'ri joyga boshqara olmayapmiz. Boshqara olganlar juda ham ko'p narsa yutyapti. Lekin ular haqida hech kim gapirmaydi nimagadir, hech kim ko'rmaydi ularni. Bo'shlig'imiz mana shu yerda deb o'ylayman. Zo'r. Insonni eng sekin o'ldiradigan narsa nima? Sekin. Qiyinchilik o'tib ketishini, baxtli kunlari kelishini kutib yashash. Kuchli odam deb qanaqa insonlarni aytasiz? Mana bunaqa insonlar. Boshidan tragediyalar, dramalar, nimadir yomonliklar bo'lib ketsa ham, bir yaxshi odam bo'lib qoladigan odamlar bo'ladi-ku. O'zligicha qoladigan. O'zligicha qoladigan odamlar. Ba'zilar mana shunaqa qiynalganman deb zahar sochishni boshlaydi boshqalarga. Ya'ni boshqalarga ham yomonlik o'tkazishni boshlaydi, chunki ular yomonlik ko'rgan. Yo'q, kuchli odamlar yaxshi odam bo'lib qoladigan odamlar. Qaysi haqiqatni kech tushunib yetganman deb o'ylaysiz? Kech tushunib yetdim yoki? Inson hayotda loyiq bo'lganini emas, nasib qilganini yashash. Ya'ni nimadir qilaman, men loyiqman deb o'ylab ko'p nimagadir umid qilvarasan, lekin loyiq bo'lsang ham bir narsa nasib qilmaydi. Menga bermasa kerak yo loyiq emasman deysan, lekin katta narsa keladi, o'shanda savolga tutib qo'yadi odam o'zini. O'shanda men tushunib yetganman, shu loyiq bo'lganimni yashamas ekanman hech qachon. Tushunarli. Sizningcha insonni qutqaradigan narsa nima? Insonni qutqaradigan narsa? Insonni bilmadim-u, meni kelajakka nisbatan umidlarim qutqaradi. Demak, umid qutqaradi. Inson o'zini topadimi yoki shakllantirib boradimi? Shakllantirib boradi. O'zini topish degan narsaga ishonmayman, chunki o'z yo'q, musofir narsa o'z. O'sha aytadi-ku, shunaqa gap bor. Ichingdagi musofir meningni izlab, o'zingda o'zingni topib ol avval deydi. Ya'ni o'z yo'q, u musofir narsa qalqib turadi. Shakllanib borganingizda, ya'ni savolim, javobim chalkash bir-biriga controversial bo'lib qoldi, lekin hayot insonni o'zgartiradi, har xil vaziyatlar o'zgartiradi, o'shanga qarab shakllanadi. Tushunarli. Bilmayman. Bu hayotda nimaga kech qolmaslik kerak deb o'ylaysiz? Kech qolmaslik? Yaqinlarim didoriga to'yishga. Chunki bitta qarasam IELTS o'rganib yuruvdim. Yana bitta qarasam, o'sha ayam bilan dadam yuzlarida ajin bor. Tushunarli. Top 3 hayotingiz davomida o'qigan va tavsiya beradigan kitoblaringiz. Ijtimoiy odoblar. Ikkinchisi Tuesdays with Morrie. Tuesdays with Morrie bu filosofskiy kitob. O'sha narsa meni ko'proq shakllantirgan. Va uchinchisi badiiy asarlarga keladigan bo'lsak, bu Ikki eshik orasi. Zo'r. Bugungi mehmonimiz Vengriyaning Debrecen universiteti talabasi Husnida Hamid bo'ldilar. Tashrifingiz uchun minnatdormiz. O'zingiz fikrlaringiz bo'lsa bemalol bildirib o'tishingiz mumkin.
Man shu narsani aytmoqchiman. Judayam ko'p overestimate qilishadi. Chet elda o'qish, chet elda yurish, "Sen shunaqa kuchlisan", nimadir deb aytadi. Bu kuchli bo'lish haqida emas. Chet elda o'qish odamlar o'ylaydigan darajada vahimali narsa emas. Shunchaki siz relokatsiya qilasiz, ba'zi joy prosta o'zingiz yashagan joyda emas, boshqa joyda o'qiysiz. Chet elda yashash va o'qish davrida ko'p narsaga odamni vaqti bo'lmaydi. Haqiqatan o'qishga ketgan insonni Ha. nazarda tutyapman man. Ba'zilar chiqib olsam bo'ladi deydi-yu, qiyin masala emas va agar maqsad yaxshi kadr bo'lib, qaytib kelish bo'lsa, menimcha Xudo o'z yo'l ko'rsatadi deb o'ylayman. Man ko'pchilikka risk olishni maslahat bergan bo'lardim. Ozgina brave bo'ladi-yu. Risk olganlarni ko'p narsa yutganini o'zim guvohi bo'ldim ham. O'shalarga o'xshashga men qaror qildim. Chet elda o'qish bu hozirgi davrga kelib ayniqsa unaqa qiyin masala emas. Zo'r. Fikrlaringiz uchun, bugun bergan insaytlaringiz uchun, ma'lumotlaringiz uchun, tajribalaringiz uchun sizga kattakon rahmat. Ajratgan vaqtingiz uchun alohida rahmat. Bugungi podkastimiz bizani ko'rgan abituriyentlarga, talabalarga, umuman tengdoshlarimizga, bizdan kichkina bolalarga foydali bo'ldi degan umiddamiz va shu maqsadda bugungi podkast tashkillashtirdik. Tomosha qilgan barchaga rahmat. Podkast yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikrlarini yozib ketishni esdan chiqarmanglar va keyingi podkastlarimizda ham chiqishi uchun qo'llab-quvvatlab turishni, like bosishni va kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni qoldirishni, podpiska bosib kuzatishni esdan chiqarmanglar. Talabachilik podkast ushbu soni o'z yakuniga yetdi. Husnidin Hamidga yana bor rahmat. Ko'rishguncha salomat bo'linglar. Xayr.